Brawl Talk o'zbekchada va keyingi sezon biz nima kutayotganini ko'rib chiqamiz. Bo'lmasam gapni ko'paytirmasdan sekin bo'lmasam boshlayveramiz. Bizda keyingi sezon, ya'ni keyingi 2 oy har hafta yangi event bo'ladi. Bu event ham xuddi eski sushi eventi bilan ashunga o'xshashroq, bir xilroq bo'ladi. Yangi skinlar va undan tashqari ularga yangi kuchlar va yangi tower va biz bu towerni Rayman Rebellion deb nomladik. Endi har hafta o'yinda yangi event kelgan bo'ladi va biz buni Rabbin sezon deb ataymiz. Va keyingi event qanaqa bo'lishini bu community o'zi aniqlab beradi. Bizda birinchi narsa bu nano sho'rva. Bu orqali sizlar madresiylar personajlar har xil kuchga ega bo'lishi mumkin va buni nomi Nano Power. Nano Power bu yangi power bo'lib, bu sezon davomida davom etadi va siz 3 ta nimadan bironta Nano Powerni tanlaysiz va siz o'yin boshlaganda ikkita chiqadi, ulardan bittasini tanlab bemalol u orqali xohlagan personajingizni o'ynashingiz mumkin. Bu Nano Powerlarni esa Nano Dropdan olishingiz mumkin. Bu Daily Wins'da va Mega Quest'da undan tashqari o'yin qo'shiladigan yangi modlarda bo'ladi. Har bitta Nano Dropdan sizlar kosmetika yoki har xil resurs, hattoki yangi skinlarni ham olishingiz mumkin. Har bitta dropdan sizlar kamida bitta Nano Power olishingiz mumkin. Agar sizlar omadli bo'lsanglar 9 tansini bittada olishingiz mumkin. Har bitta olgan Nano Dropdan sizlar hisobga olinib boriladi. 100 to'playsa sizlar Fighter Berry skinini ham olishingiz mumkin. The first brawler who was actually born in Star Park, giving him unusual powers. His Juda attacks are a bit more complex than King, but not as much as Kazi. He uses Fishy Rod as a weapon. His main attack has 3 different mechanics. If you disattack, he'll do a Fishy Rod slam. If you aim a little longer, he'll throw projectiles that slashes through the target or pulls deep doors open. He can fully charge and you can even jump over walls. Every time he hits a enemy brawler with his main attack, he catches a fish. These fishes are then used on his super attack to make Nori dive into the water and do an area va attack u suvga tushib tavallud chiqadi. Siz qanchalik ko'p ball to'plasangiz, uning superi shunchalik kattayib ketadi va u zulvatga chiqadi. Bu safar bizda 2 xil ratsiyada skinlar bor. Va bizda birinchi skin bu Brawl Pass'dagi Miko skini. Har doimgidek bizda Brawl Pass'da 3 xil skin bo'ladi va bunda ham shunaqa 3 xil rangi skini bor. Va bizda va nihoyat Jaeyoungga skin chiqadi. Bu keyingi Brawl Pass'da va bu skinning nomi Kyber Fan Jaeyoung. Buni ham shunaqa 3 ta rangi bor: Nano Jaeyoung va Chum Jaeyoung. Endi traditsion skinlarga o'tsak, bizda birinchi bo'lib Tikoyaki Tik bo'lib, bu skinlar ko'rishdan mumkin va keyingi bizda Fighter Berry. Endi futuristik skinlarga o'tsak, bizda birinchi legendarniy skin shelliga bu Cyber Shelly va Techtara va undan tashqari Nano Nori. Bizda ikkinchi sezon nomi Wingstock Season bo'lib, bu Nano Droplar va bizda birinchisi bu Smoothie bo'lib, bu ham Nano Droplar pashtiflar bu dropdan resurslar va undan tashqari Wingstock Season skinlarni ham olishingiz mumkin. Va eng muhimi bu Fusion. Fusion juda OP bo'lib va sizlar ikkita qobiliyatni bittada olasizlar. Ya'ni o'yin boshlashdan oldin bitta emas, ikkitasini bitta qilib olasizlar va ikkita qobiliyat bitta bo'lib kombinatsiya bo'ladi. Endi bo'lsa Wingstock skinlarga o'tamiz. Bizda Brawl Pass'da Byronga Bayatech Byron skini bor va undan tashqari buni ham ikkita rangi bor: Unrated Byron va Wave Rosa Byron. Va bundan bizda keyingi sezondagi Brawl Pass skin bu Rosa skini bo'ladi va buni ham har doimgidek ikkita boshqacha rangi ham bor. Va bizda keyingi skin bu Grizzly Kenji va Sproutga Energize Sprout nomli skin. Albatta Grey ham juda ham chiroyli bo'lgan Wingstock Grey skini va undan tashqari bizda Turbine Mo degan Moga ham skin mavjud. Bizda skin Mega bo'lib, bu bizda eventda qo'shiladi. Buni ham 3 ta rang bor va bu Hyper Charge skin. Bizda ikkinchi yangi brawler bu Venny bo'lib, u o'zining sheriklariga jon berayotsa bo'ladi va u devorlarning ustidan sakrasa bo'ladi. Mana videoda ko'rib turishingiz mumkin. Bu ultas bilan shunaqa katta dumalar joy olib o'tadi va sheriklariga 2000 jon nima qiladi. Super shunaqa juda ham katta bo'ladi. Hali bunaqa katta super o'yinga qo'shilmagan edi. Venny bo'lsa avgustda chiqadi. Endi siz o'yin o'ynayotganingizda suma laglar va qochishlar bo'lmaydi. WhatsApp, Instagram, Telegramni ham bemalol ishlatsa bo'ladi. Internet tezligi oshadi, ping bo'lsa endi no. Dargan etmaysiz. Endi hamma kutgan baflarga o'tsak, bizda Rico Brock 8 bitga va
Make, Surge va Maxga keladi. Bizda Rikoni gadjetda rework bo'ladi, ya'ni endi u 4000lik shunaqa qutiga tashiydi va u qanchalik unga ko'p otsa, o'shanga oqlari ko'p chiqadi. Bizda keyingi gadjeti bu shunaqa dushmanga narsa otadi. Agar u dushmanga tegsa 1900 jon oladi. Passivkalardan super bouncy passivka bu o'qlarini juda ham bouncyligini kuchaytirib beradi. Robot retreat bo'lsa yanada yurishini 10% oshirib beradi. Va bizda Hyper Buffy bu o'qlarni juda ham tezlashtirib beradi. Endi bo'lsa bir o'qitamiz. Endi u super notsa o'qlari birga yuradi va Rocket Legs degan passivkada u sakrasa oldidagi dushmanni itarib yuboradi va Mega Rocket bo'lsa endi u ko'paygan, ya'ni 3 ta otadi. Ko'rayotgan bo'lsanglar, devorga tegsa 3 ta bo'lib chiqadi va More Rockets passivkasi bu o'qlarni ko'paytirib beradi. Rocket Nojo bo'lsa bu har otganda uzoqligini ko'paytirib beradi va Hyper Charge bo'lsa endi u otganda 3 ta o'q bitta bo'lib chiqadi. Endi bo'lsa Yosemite'ga o'tamiz. Uni birinchi gadjetida endi teleport bo'lsa joni 100% to'ldirib beradi va ba'zi u jondan berib turadi. Va keyin Execute bo'lsa u har doim bitta joyga otganda keyingi joyga otsa bo'ladi. Ko'rishlari mumkin, hattoki sherik odam bo'lsa unga ham tegadi va boosterda bu o'qlarni joyini kattalashtirib beradi. Uzoqroqqa tegadi, pluggetda u sherigiga jonlari uni tezlashtirib turadi. Aimotda ko'rishlari mumkin, o'qlari juda ham tezlashib ketadi. Endi bo'lsa Mega o'tamiz. Endi uni super rework bo'ldi, ya'ni agar siz super ishlaganingizni olsa otaman va Hyper Charge u yana ham ko'proq joyni egallaydi. Agar Hyper Charge katta bo'lsa, u dushman juda uzoqqa itarib yuboradi. Toolbox gadjetda endi bu sheriklarini ham jonini to'ldira oladi Buffy bilan. Jolting bo'lsa ko'rishlari mumkin, mashina o'tadi va u 2 marta 1600 dan damage qiladi, 480 dan damage beradi. Va Force Wild passivkada endi u ko'rishlari mumkin shunaqa qoba bo'ladi va Heavy Metal u hatto o'ziga jon ham oladi har bitta degan superiga. Undan tashqari bizda Tungsten Torsion'da o'qlar juda ham tezlashib ketadi, ko'rishlari mumkin. Endi Max funksiya endi uni birinchi gadjetini 2 marta ketma-ket ishlasangiz bo'ladi. Keyingi teleport gadjeti 3 sekunddan keyin yoki undan osonroq vaqtda teleport qilib jonni to'ldirsa bo'ladi. Agar Buffy bilan bo'lsa sherigiz ham jonini to'ldirib beradi. Super Charge endi u dushmanga o'q yesangiz sirlashasiz va agar Buffy bilan bo'lsangiz shayt paydo bo'ladi. Rankanda endi unga tezlashsangiz siz ham shunchalik tez yurasiz va Hyper Charge bo'lsa endi super ishlasangiz oldidagi odamni ham superini bemalol to'ldirib bersangiz bo'ladi. Nihoyat Surge. Power Surge endi qisqa vaqt davomida super zaryadlash tezligini oshiradi. Kuchaytirilganda qayta zaryadlash tezligini ham oshiradi. Power Shard kuchaytirilganda agar Surge urilsa, gadjetining kuchish vaqtini kamaytiradi. Tuzu Max endi Surgening hujumini devorlardan sakrab o'tishga ta'minlaydi. Kuchaytirilganda sanada devorga tekkanda kichikroq sanada oladi. Silver Skull endi Surge super zaryadlangan holda paydo bo'lishini ta'minlaydi. Kuchaytirilganda 3-bosqichda super ishlaydigan tezlikni oshiradi. Surge va kuchaytirish asosiy hujumdan keyin kichikroq sanada beradi. Nihoyat Surge bediradi ishlashini oladi. Superni ishga tushirganda barcha tomonga sanayt oladi. Bu yangilanishda bizda bir nechta yangi o'yin rejimlari qo'shiladi. Birinchisi Food Fight. Yetkazib beruvchi botlarni yo'q qilib, mahsulot to'plagan vaqt tugashidan oldin buyurtmaga tayyorlan. Keyingisi Culinary Wars. Bu deyarli bir loyiha, lekin xuddi shu maqsad uchun o'ynayotgan dushman jamoa ham bo'ladi. Buyurtmalar birinchi bo'lib tugatgan g'alaba qiladi. Bizda yana bitta Mecha Guard ham bor. Yukli manzilga yetkazishingiz kerak, lekin botlar sizni har qanday yo'l bilan to'xtatishga harakat qiladi. Yukga yetkazib berilganda chidab turing va siz g'alaba qilasiz. Funksiyalar tomonidan kontest qaytib keladi. Shuningdek, Topple Tower rejimida brawleringizdan foydalanishning yangi usuli bor. Bu rejimda muayyan miqdorda bosqichlar bor. G'alaba uchun barchasini yutishingiz kerak. Hozircha hech qanday yangilik yo'q, lekin sizda cheklangan miqdorda brawler bor va bir marta ishlatilgan brawlerni qayta ishlata olmaysiz. Barcha brawleringizni yo'qotsangiz rejimni yo'qotasiz va qayta tiklanishini kutishingiz kerak bo'ladi. Sizga berilgan brawlerdan tanlov allaqachon egalik bilan brawleringiz asoslanadi va Fuse'ning bir brawleriga ustunlik beradi. Apelsina Hyper Zarya Star Nova bot uchun. Star Nova chopganda zarar ko'rmaydigan bo'lib qoladi va deyarli cheksiz o'q-doriga ega bo'ladi. Bolt esa hiper super faol bo'lgani devorlarni yo'q qiladi. Yana kiyimlar. Adidas bilan hamkorlik oldi va'da qilingan Adidas ash kiyimi endi haqiqatga aylanadi. Brok uchun Propas kiyimi, Kibir Brok unda Pro kiyimiga xos barcha yaxshilanishlar mavjud. Bu keyingi Propas mavzusiga kiritiladi va u avgust boshlanadi. Endi shu bepul sovg'adan boshqa hech narsa qolmadi.